Gaming. Bugungi videomizda TikTokdagi bug va lifehack afsona va haqiqatlarni tekshiramiz. O'tgan safargi videodagi aktiv va like'lar uchun barchangizga kattadan katta rahmat. Iltimos, televizorda ko'ruvchilar erinmasdan telefoningizdan bitta like bosib qo'ysangiz xursand bo'lardim. Men sizlarga o'zimni user taklif qilaman. Video kommentariyasida silka bor. O'tib kanalimga obuna bo'lib, adminga murojaat qilib, bemalol bizdan UC'larni xohlaganingizcha xarid qilsangiz bo'ladi. PUBG'dagi kristallar, yashiklar, xullas nima bo'lsa barchasini olib berish xizmati bor. Bizga ishonsangiz, biz albatta ishonchingizni oqlaymiz. Hammaga omad, videomizni boshlaymiz. Demak, bugungi videomizda birinchi bo'lib mana shu lifehackni tekshirib ko'ramiz. Birinchi navbatda ko'rsatgan odamni, bajargan odamni videosini ko'rib oldik. Ana endi men shu narsani hozir o'zim sinab ko'raman. Rostdan ham shu joyga chiqsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Birgalikda ko'ramiz. Sizlar ko'rasizlar, men esa bajaraman. Demak, bizga yangi obnovleniyadagi, to'g'rirog'i eskirib bo'lgan obnovleniyadagi mana shu qobiliyat yordamida bittada chiqib olsak bo'lar ekan. Bu g'alati ekan, lekin turishi bor-ku bu joyda. Bu havoda turib qolar ekan, bu konteynerning ustiga to'lig'icha yotib olmas ekan, qaranglar. Yo'q, bu ko'rinib turadi-ku. Bu ko'rinib qoladi katta ehtimol. Agar ustiga yotib olganda, polnosti yotib olganda tegib turib, qani? Bot va tut. Bu ona aynayman yurib olish qiyin bo'lib ketdi. Lekin bemalol bittada bu joyga chiqib olsanglar bo'ladi, katta ehtimol. Ko'rdinglar, birinchi urinishda chiqib ketdim, lekin ko'rinib qolish ehtimoli katta. Foydasi ham kamroq bo'lsa kerak. O'xshar ekan lekin. Navbatdagi videomiz xo'p, noob, ya'ni bot degan ma'no va pro. Kirisa qani? Yana noob saybot. Xo'p. Suvdan o'tma. Ko'prikdan orqa tomondan chiqib, yur demoqchi bo'lyapti. Yo'q, kirisalar. Xo'sh, kattakon kalta kesakni birinchi sinab ko'ramiz. Rostdan ham o'tmasa ekan, tiralib qolar ekan. Yo'q, qani orqa tomondan. Qani? Yurar ekan. Qo'yil. Keyin qanday chiqadi? Yana oldinga yursa tiralib qoladimi? Blin. So'rg'a chiqib oldim, to'g'risi. Ichkariga kirganinglardan keyin faqat orqadan yurish kerak bo'lar ekan, tiralib qolar ekan. Xo'p, ana endi bu ikkinchisi. Suvdan o'tsak ham bo'ladi, lekin ko'rsatgan narsasini sinab ko'rishimiz kerak. Qani? O'zi to'g'ri yursak chiqardimi balki? Mayli, orqa tomondan yurib sinab ko'raylikchi. Onangni yaxshi bo'la kalta kesak. Chiqib oldi-ku. Yuradimi? Yuradi. Qo'l qaltiramasdan yursanglar, bemalol ketsa bo'lar ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Shu narsalarni qanday ular o'ylab topadi? Keladi, erinmasdan bajarib ko'radi va menga sinab ko'rishga video tayyorlab bersa kerak bular. Gap bo'lishi mumkin emas, bittada o'xshar ekan. Katta UC paketlarini arzonga mana shu joydan chiqarib olsak bo'ladi. Saytda ro'yxatdan o'tganimizdan keyin plus knopkasini bosgan holatda o'zimizga kerakli to'lov turlarini tanlab va kerakli summani yozamiz. E'tibor beramiz, katta summani yozib yubormaymiz va pastga promo kod degan joyga Ali Gaming promo kodi bilan hisob to'ldirsangiz sizga 20% chegirma taqdim qilinadi. Hisob to'ldirganimizdan keyin mana shu joyda keyslar bor. Keyslarni aylantirib, qancha ko'p omadimiz kelsa, shuncha ko'p UC hisobimizga yig'ilib boriladi. Bu UC'larni keyinchalik chiqarib olsak bo'ladi. Hisobimizdagi UC'larni promo kodga aylantirish uchun mana shu joyda shaxsiy kabinetga o'tib, chiqarib olish degan knopkasini bosib, hisobimizdagi barcha UC'larni yozamiz va bizga ana shu UC'imizga yarasha promo kodlar taqdim qilinadi. Bu promo kodlarni esa Midas Bay'dan bemalol akkauntimizga, PUBG Mobile akkauntimizga tushirib olsak bo'ladi. Xo'p, uchar kalta kesak bilan hozir katta ehtimol mana bu suyakni kallasiga tushib oladi. Okey. Hozir sinab ko'ramiz. Demak, keldik, yaqinlashdik va tushamiz. Qani? Bo'lsa kerak. Hopa.
Ya, onangni yaxshi o'g'li tushib ketdi-ku. O'zi ham bor-ku. Yetolmadim. U tepasida qolib ketgan. Yetolmadim. Qani, chiqsa bo'ladimi? Oldinlari bo'lardi shu tomondan yurib chiqsa, ha? Kim? Hozir yo'q, iloji yo'q ekan yurib chiqishni. Osmonda uchadigan kalta kelsak, tepada qolib ketgan. Qanday olaman endi uni? Xullas, o'lib qayta tirilib mana shu joyga uchib keldim va ustiga tushdim. Keyin bemalol kalta kesak bilan qo'nib, mana shu joyda tursanglar bo'lar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zi samolyotda o'lib, mana shu joyga uchib kelsa ham bo'ladi, но katta ehtimol samolyotdan uchgan paytinglar yetib kelish ehtimoli kamroq bo'ladi. Lekin qo'lingizda bitta aruja bilan tushib olsanglar bo'ladi bir amallab, lekin kalta kesak bilan easy. Navbatdagi videomizni ko'ramiz. Zis bir balo. Yomon ekan guys. Tushundinglar-a? Gash degan do'stlar degani bo'lsa kerak. Xullas ban oldi. Bu bo'lishi mumkin emas. Hozir sinab ko'raman, lekin bitta stream qilgan paytim bolalar aytgandi, samolyotga otsangiz ban oladi deyishgan. Qani boshladik. Yo'q, bo'lmadi. Event ostiga yetganda otish kerakmi? Qani? Bu dropda. Qachon drop tashlaydi bu? Yo'q, tashlab o'tib ketdimi dropni? Drop tashlamasdan oldin otish kerak. Hech qanaqangi bir portlashdan yoki ban olishdan asar ham yo'q. Streamda bolalar aytgandi, lekin samolyotga otsangiz ban oladi degandi, lekin ishonmagandim. Rostdan ham ishonmay to'g'ri qilgan ekanman. Hech qanaqangi ban bermas ekan bu, yolg'on, ishonib o'tirmanglar. Balkim bo'lgandir, yana ham bilmadim. Bo'lganmi bolalar? Kommentariyaga yozinglar-chi, agar samolyotga otib ban olgan bo'lsanglar, kommentariyaga yozinglar-chi. O'qib chiqaman. To'g'risi ishonmadim bu narsaga. Yolg'on bo'lsa kerak. Navbatdagi videomizni ko'ramiz. Ultra Pro Max Camper, ya'ni Krisa. Onang nimaga shu joyga chiqib oldi, qo'yib. O'ldiradilar. Yetib bormadi. Endi tegsa kerak. Hozir sinab ko'ramiz. Bizga uchadigan samolyotcha kerak emas. Mana shu joyga bemalol qani. Yo'q, to'xtanglar. To'g'risidan sakrash kerak. Bittada chiqsa kerak, hozir ko'ramiz. Qani? Aytdim, to'g'risidan sakrash kerak. Endi u qaysisiga tushib olish o'zingizlarga bog'liq, lekin qurol ko'rinar ekan. Yo'q, otib bo'lmas ekan. Yo'q, bo'lmaydi. Qurol bilan otishning imkoniyati yo'q. Uzoqqa otsa bo'ladimi yoki mana bu joyga tirmashib chiqib olsa, yo'q, bo'lmas ekan. Uzoqqa otsa bo'ladi shekilli. Bo'ladi. Lekin u joyda kim o'tiradi bilmadim, lekin bemalol chiqib olsanglar bo'ladi. Granata bilan olov otib atrofdagilarni o'ldirsa bo'ladi, yaxshi. Lekin chiqishni iloji bir 100% dan 115% chiqib olsanglar bo'ladi. Asosiysi o'zingizlarning harakatingizlarga bog'liq ekan. Bittada o'xshadi, ko'rdinglar. Kimdir otyapti shu joydan, lekin ko'rinmayapti. Mayli, o'xshadi asosiysi. Navbatdagi videomiz, xo'sh, nima? 4 big red zona. Blin, nima edi bu? Qizil zona, juda ham katta qizil zona deyapti, adashmasa. Xo'sh. Mana shu joydan boshqardimi? Hozir ko'ramiz, ichkarida pult paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Qani. Xuddi shu joy. Xo'sh. Yo'q, bu emas. Ikkinchi qavatidami? Qani? 3-chi qavatidami? 3ta ekan. 3 ham bor. Mana. Topdik boshqaruv joyini. Xo'sh, buni ochdik. Qani, bosiladimi? Tit. Hech balo bosilmayapti-ku. Bu tomondan raketalar uchadimi o'zi? Raketalar bor ekanligini qaranglar mana. Uchib ketsa, yo samolyotmi bu, yo raketami? Yo, bosilmayapti bu. Bizni yosh bala qilishdi. Men shunga ishondimmi?
Montaj qilgan-ku. Katta ehtimol, nima dedinglar? Menimcha montaj qilingan. Navbatdagi videomiz top location. Xo'sh. Aha, qani ko'ramiz. Nima qilyapti? Chiqib olsa kerak. Bu nimaga chiqishiga qaranglar. Billing. Qani ko'ramiz hozir, rostdan chiqsa bo'ladimi? Demak, bu joyga hozir chiqib ko'ramiz. Agar rostdan o'xshasa, keyin bitta narsani ko'rsataman. Bu umuman foydasiz ekanligini hozirgi sezonda oldindan o'zi bilib bo'ldinglar. Qani? Lekin boshqa paytlar kerak bo'lib qolsa kerak. Ho'pa. Bittada o'xshadi. Nimaga kerak emas? Chunki bizda mana bu qobiliyat bor-ku, joydan ovora bo'lib vaqt sarflab o'tiramizmi, shunda bitta sakrab chiqib ketsak bo'ladi. Lekin boshqa paytlari bunaqangi narsalar bo'lmasa, foydasi tegadi. Mana bu videoni ko'ramiz bolalar, Babe set coming soon deb yozyapti. Ya'ni Babe'lar qaytishi mumkin, lekin qaytganda ham o'zi ham dahshatli rangda, qaranglar, ko'm-ko'k. Bomba rangda, yo ko'rinishiga qaranglar. Qaytib qolishi mumkin. Ehtimoli juda ham kam, qaytmasligi ham mumkin, lekin qaytsa ham mana shu ko'k rangda qaytsa dahshatli bo'ladi lekin. Nima dedinglar? Fikrlaringizni yozinglar. Xo'sh do'stlar, bugungi videomiz sizlardan iborat edi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Sizlarda ham qiziqarli videolar bo'lsa, menga yuborsangiz Telegram admin lichkasiga, menga ma'qul kelsa, uni albatta YouTube'ga olib chiqaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta fikringizni bildirib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'ling.